Assalomu alaykum. Hurmatli Oyatulloh Uz YouTube kanalining aziz obunachilari, 2025-yilda ishlatilgan mebel narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun shu ko'rib turgan mebellarning hammasini birma-bir obzor qilib chiqamiz. Videoda boshida sarlavhada ko'rganlaringdek bepulga mebelimiz bor. Videoda oxirigacha ko'rib, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib tursalaring, hammasini birma-bir ko'rsatamiz. 99% odam obuna bo'lmaysan ko'ryapti ekan. Obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysizlar degan umidda biz like-larni bosib qo'ygan bo'lsalaring, kelib biz videolarimizni boshladik. Xo'p, aka, mana shu ugaloy necha bo'lar razmeri bulardi? Xo'p, bu 280 ga bag'i 180 joyga tushadi. 280 ga 180 joyga tushaveradi. Bunisi alohida sotib olishadimi yoki qo'shib beriladimi? Buni ichida bu. Ichida komplekt. Tabirotkasi. Aha. Narxi qancha buni? 3 millioncha kelishtirib beramiz. 3 million ozgina kam bor. Kam bor. Qanaqa materialda ishlatilgan bo'ladi? Mo'shi materiallar. Mo'shi. Yuysa bo'laveradi. Yosh bolasi borlarga ham yaxshi, xudo xolasa. Xonani razmeri necha bo'ladi aka? O'lchab beradi. Bo'ldi. Hozir o'lchab berishadi. Tushab turaman aka. 175 ga 175 ga 80. 175 ga 80 ekan. 3 million so'm kam bor dediz aka. Kelishtirib beriladi. 3 million so'm kami bor kelishtirib beriladi. Bu nechiga o'zini? Bo'ldi. Buni razmeri necha bo'ladi aka? Uzuni 6 metr joy tushadi bu. 6 metr joyga tushadi. Ishlatilganda demak. Bu ham ishlatilgan edi. Bizda ham hammasi shunaqa rabochi holatlar, juda ideal holatda bo'ladi. Ideal holatda, lekin ayollarga bersa cho'tki narsa. Cho'tki narsa ham 2 million o'tib beramiz bundan. Buni 2 million so'm o'tib beriladi. Buni tabirotkasi yo'q bo'ladi. Bu divan kreslo bo'lmaydi tabirotklar. Divan kreslo, aha. O'tib beriladi. Buni biz servantimiz. Servant, aha. Razmeri 3 metr joyga tushadi. Bu eng qizig'i cho'tki holatda turibdi, aybi bunaqa shilingan joylari yo'q. Yangida ekan, lekin turishi, aha, yangida. Narxi buni 1 million 600 ming chot beramiz. 1 million 600 ming chot beriladi. Bepulga qaysini beraman deb aka? Bepul emas, sizga oxir deb turasiz, qo'shib beraman. Bo'ldi, oxirigacha ko'rishsa. Aha. Bu shifonerimiz. Shifoner. Bu ham juda ideal holatda. Ha, ochilib yopishlari qanaqa bo'ladi? Aha, zo'r. Buni 1 million 800 ming chicha o'tib beramiz, kelishtirib beriladi. 1 million 800 ming chot beriladi. Bo'yiga necha bo'ladi aka? Xo'p, bo'yi 2.10 ga bag'i 1.5. 2.10 ga 1.5. Narxini qancha dediz aka buni? 1 million 800 ming o'tib beriladi. Bu alohida narsami aka? Alohida. Aha. So'ray. Yaxshi, holatda turibdi. Buni narxi qancha aka? 150 ming. 150 ming kam bor buni ham? O'tib beramiz. Bunimiz 700 ming ukajonim. 700 ming. 2 ga bo'linadi bu. 2 ga bo'linmaydi bu. Ha, 2 ga bo'linmaydi. Bitta butun narsa, ha. 700 ming kam bor. 700 ming o'tib beramiz. Bunimiz servantimiz juda servant. 4 metr, 4,5 metrli mehmonlarga tushaveradi. Nechta beraman dedingizsa? 1,5 million tutib beraman. Ichini holatlari yaxshi. 1 million 300 ming beraman. Shu xonani sizga qo'shib beraman. Yaxshi holatda turibdi ekan. Kimdir qiziqsa, aloqaga chiqaverasiz. Bo'ldi aka, bemalol. Hammasini birma-bir obzor qilib chiqamiz. 3 millionga sotdik. Aytamiz aka, buni razmer necha edi? Xo'p, bo'yi 2.30, bag'i 4,5 metr. Bo'yi 2.30, bag'i 4,5 metr. Narxi aka buni? Xo'p, aka narxi 3 million 800 ming kelishtirib beramiz. 3 million 800 ming kelishtirib beriladi, ha. Materiallari endi urinmagan, pasti yangi. MDF qilingan, o'yib chiqarilgan ekan bular ham. O'yib chiqarilgan. Dastavkasi qanaqa bo'ladi? Dastavka shahar chiqib beramiz, qolgan joylarga kelishilgan holatda. Shahar chiqib beriladi, qolgan joylarga kelishilgan holda yaxshi narsa ekan, lekin chiroyli turibdi. 3 ga bo'linadi, bitta butun biz. Ha, 3 ga bo'linadi. Uyga olib kirgani ham oson. Uyga olib kirgani ham qulay. Bunimiz qanaqa aka? Xo'p, o'shanaqa joyga keldik. Aha. Changiz otidan Oyatulloh Uz aka. Oyatullohdan chiqib 3 million, 4 million narsa olsa, shifoner qo'shib beraman. 1 million shifoner. 3 million, 4 millionlik savdo qilsa, shifoner qo'shib beraman. O'zi asl narxi qancha? 1 milliondan qimmatmi? 1 million. 1 million. Razmer necha bo'lsa sotib olmoqchi bo'lsa? 220 bag'i 1.40. Bo'yi 220, bag'i 1.40 ekan. Ha. Sizlarga ochib ko'rsating. Ko'rsatdi aka mana. Ha, ko'rsatib qo'ydi. Shifoner qo'shib beraman. Shifonerni qo'shib beriladi. Endi bu nechtalik stolimiz? 10 talik. 10 talik. Aha. Ishlagan demak. Holatlari juda yaxshi bo'ladi. Yaxshi holatda turibdi. Narxi? Narxi 3 million 200 ming kelishtirib beriladi. 3 million 200 ming kelishtirib beriladi. Bunisi ham o'yib chiqarilgan ekanda. O'yib chiqar. Bunisi xona razmeri necha bo'ladi aka? Xo'p, 275 ga bag'i 1.10.
375 ga 110 bo'ladi. Narxini qancha dedingiz? 3 million qilib beraman. 3 million qilib beriladi. Oxiri 3 million qilib beriladi. Ha, endi bunimiz Bu ishdagi perevoshga bu 500 ming. Perevoshga 500 ming. Buni ham necha pullidir so'zda qilsa qo'shib bering. Gapi 3 milliondan ortiq savdo qilsa qo'shib beraman. 3 milliondan ortiq savdo qilsa, Oyatullo Uzdan deysiz, ha. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bunimiz nechtalik aka katta ekan? 14 talik stol ustul. 14 talik. 14 talik. Holatlari juda zo'r bo'lyapti. Juda zo'r holatda turibdi. 4 million 200 ming so'mcha o't beriladigan joy bor. Bu xona razmeri Xo'p, 3,5 ga bag'i bron. 3,5 ga bag'i bron. Uchlari yaxshi aka. Taylar zo'r. Bo'ldi aka ko'rindi. Buni masalatimiz. Aha, Bular selam. 3 ga bo'ladi, materiallari ham deb 3,5 million jitta o'tib beramiz bunga. 3,5 millioncha o't beriladi. Aha. Shahar ichi dastavka qilib beramiz. Shahar ichi dastavka qilib beriladi. Termodni ham qo'shib beraman bonus qilib. Bonusga qo'shib beriladi, biror narsa olishsa. Faqat hali 1 millionlik narsa olib turib qo'shib bering bas. Aha. 3 milliondan ortiqroq narsa olsa qo'shib beraman. Bo'ldi. Bu oshxona uyalarimiz Oshxonaniki. 1 million 600 ming xona bilan. Xona bilan kichkina, yosh oilalar bo'lsa ham, ha. Ha, cho'tkichi oshxonalarga tushadi. tushadi. Aha, narxi? Bo'lishini aytavering. Bo'lish oxirini 1 million ayting. 400 ming qilib beraman. 1 million 400 ming xona bilan bonusga bo'lyapti. Aha. Bunimiz 1 million 200 ming qilib beramiz. Bu aytmayapman, hali 1,5 million, 1 million 600 ming demayapman. aytib berildi. Bo'lish. Bo'lishini aytilyapti. Narxi 1 million 200 ming desa buni. Bo'lishini qilib beramiz. Agar bunga xon qo'shib berilsa, 350 ming xonga qo'shiladi. Xonga qo'shiladi. Bunimizchi aka? Buni ko'rsatdik shekilli. Ko'rsatdingmi? Ha, boshida buni ko'rsatdik. Bunimiz qolib ketdi aka. Bunimiz divan bo'lib chiqadi bu. Divan bo'lib chiqadi. Bulari bo'lish. Ha, bitta ko'rsatib bering-chi aka. Ha, ha. Zo'r. Ha, shu holatda bo'ladi. Holatda bo'ladi. Zo'r. Narxi buni aka? Xo'p, narxi 2 million 200 ming jot beraman. 2 million 200 ming jot beriladi. Aha. Hammasini ko'rsatdingmi? Yana narsa bormi aka? Paketdan o'sha qarab bitta oling. Mana. Mana shu ko'rib turgan narsalarga aloqaga chiqib olasizlar. Ekranda nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Kirgilli mavzesidagi eski bozordan bo'lyapti. Kirganlaringni nechinchi do'kon aka bu? Birinchi, ikkinchisi. Ikkinchisi. Chap qo'lni ikkinchisi. Akam tanib olasizlar, bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa Oyatullo Uzdan oldim deyishni unutmanglar. Chiroyli qilib bonuslari bilan qilib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.